O'sha hakamlar albatta maxsus varda ishlash uchun bu yerda terma jamoamiz hisobda oldinga chiqib olish uchun juda zo'r imkoniyatga ega bo'lib turibdi. Laziz Abdurrahmonov. Aziz vakillarimiz hujumga borishyapti. Uzun pasdan keyin hujum rivojlandi. Mana bu yerda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Darvozabon o'z o'rnini tark etdi. Mehmonlar hujumda. Yaxshi hujum va gol. Chiroyli gol. Tan olish kerak. Tojikiston terma jamoasi a'zolari darvozamizni juda chiroyli tarzda taqdim etishgan tashkilotchilar va Tojikiston mehmonlar hujumda va gol urdi ular. Ladies and gentlemen, congratulations to Tajikistan team with the victory of the CAF Under-17 Championship 2025.